faktlarga qaytsak. Siz islom Saudiya Arabistonida paydo bo'lgan dedingiz. Islom milodiy 610-yilda paydo bo'lgan. Saudiya Arabistoniga esa 1932-yilda asos solingan. Demak, siz faqatgina 1322 yil adashdingiz. Yomon emas, yomon emas. Davom etamiz. Matematika haqida. Aytgancha, barcha zamonlarning eng buyuk matematiklaridan biri bo'lgan Al-Xorazmiy musulmon bo'lgan. U kishi islomning oltin asrida yashagan. U nafaqat algebra, balki algoritmlarni tuzgan. Algoritmsiz notebooklar bo'lmasdi. Notebooklarsiz Daniel Johnson bugun G'arbning ilg'or va intellektual yutuqlarga erishishida faqat Yevropa yahudiy xristianlarining hissasi bor. Musulmonlar esa rivojlanishni orqaga tortadi mazmunidagi musulmonlarni haqoratlovchi nutqni chiqara olmas edi. Aslida, tarixchi va qishning oltin prizmasining muallifi, Pulitzer mukofotining sovrindori Donir Deyun yozganidek, Yevropada hech qanday uyg'onish va islohotlar bo'lmagan bo'lardi. Agarda Ibn Sino, Ibn Rushd va buyuk ilohiyotshunoslar, faylasuflar, olimlar kabi musulmonlar bo'lmaganida.